Nurobod tumani O'zbekiston Oliy Kengashining 1975-yil 26 noyabrdagi farmoniga ko'ra viloyatdagi Pastdarg'om, Kattaqo'rg'on, Narpay, Paxtachi tumanlarining dasht, cho'l, tog' hududlaridagi qishloqlari hisobidan tashkil etilgan. Sobiq Savitobod posyolkasi hozirgi Nurobod shahri tuman markazi etib belgilangan. Samarqand viloyatida bu yangi tumanning tashkil etilishidan maqsad hududda chorvachilikni, xususan qorako'lchilikni jadal rivojlantirishga qaratilgan. Shu maqsadda bir emas, 4 tumanning dasht, cho'ldan iborat bepayon maydonlari Yaxlit tumanga birlashtirilgandi. Savitobod hozirgi Nurobodni tashkil etish g'oyasini o'sha paytdagi Samarqand viloyatining birinchi rahbari Bektosh Rahimov ilgari surgan. Bu g'oya respublika rahbari Sharof Rashidov tomonidan qo'llab-quvvatlangan. Nurobod tumani Zarafshon daryosi va Toshkent-Buxoro katta magistral yo'lining chap tomonidagi, Toshkent-Qarshi avtomagistralining har ikki tomonidagi asosan cho'l va dasht qisman tog'liklarni o'z ichiga oladi. Tumanning umumiy maydoni 4,86 ming kvadrat kilometr. Maydoni yassi tog'lar, qirlar, soylar, tekisliklardan iborat. Hududi asosan sharqdan g'arbga cho'zilgan. Sharqiy qismidan eski Anhor kanali oqib o'tadi. Sharqiy tomonida Kattaqo'rg'on suv ombori mavjud. Mazkur suv ombori bo'ylarida Saroyqo'rg'on o'rmon xo'jaligiga tegishli hududda pistazor va bodomzorlar tashkil etilgan. Tuman markaziga yaqin hududda Sabirsoy suv ombori barpo etilgan. Tuman hududidan 2 ta xalqaro avtomobil yo'li va 2 ta temir yo'li o'tgan. Ular mamlakatimiz markazi Toshkent shahri va poytaxt atroflari 4 tarafdagi xorij davlatlari bilan bog'lanishda qulaylik yaratadi. Qashqadaryo va Navoiy viloyatlari Paxtachi, Narpay, Kattaqo'rg'on, Pastdarg'om, Samarqand tumanlari bilan chegaradosh. Nurobod hududida necha asrlarga guvoh qishloqlar, qaddini g'oz tutib kelayotgan tog'lar, tabarruk makonlar bor. Yangi tuman tashkil topib, uning Savitobod yoki Nurobod nomini olishidan avval sobiq ittifoq davrida, bu davrdan ham oldingi hayotidan hikoya qiluvchi manbalar bisyor. Jom, Tim va yana bir necha qishloqlarining Buyuk Ipak yo'lida joylashgani, qanchalab qishloqlar hududidan arxeologik qazishmalar chog'ida uzoq tarixni aks ettiruvchi noyob yodgorliklar topilganidan esa mahalliy aholi xabardor. Sazag'on soylarining sirlari haqidagi tarixchilar bitiklari, ko'plab ziyoratgohlar to'g'risidagi bir-biridan qimmatli ma'lumotlar, yana qanchadan qancha manbalar Nurobod hududining qadimiyligi, bu yurt tabarruk tuprog'ida buyuklar mangu qo'nim topganidan dalolat beradi.